Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalari universitetida 2025-yil ham yakunlanmoqda. Ayniqsa prezidentimiz tashabbusi bilan yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar va ularning bu yilgi qilgan sayr harakatlari, ayniqsa yil yakunlarini sarhisob qiladigan bo'lsak, 2025-yil filial uchun bilim, salohiyat va yutuq yili sifatida tarixda o'z izini qoldirib ketdi. Filialda olib borilgan barcha ishlar, ta'lim, ma'naviyatning rivojlanishi, ilmiy tadqiqot va sport sohalaridagi faoliyat talabalarning va shaxsiy va kasbiy salohiyatini yanada mustahkamladi. Bu yil filialda erishilgan yutuqlarimizni bir qismini siz bilan o'rtoqlashaman. Qolgan natijalarni sanab chiqsak, ro'yxat uzoq davom etadi. Shu bilan birga 2025-yilda reja qilingan barcha vazifalar o'z vaqtida amalga oshirildi va talabalar bilim va salohiyatini yanada rivojlantirish muhim ahamiyat kasb qildi. Filial magistraturada 11 mutaxassislik bo'yicha jami 62 ta magistr tahsil olayapti. Bu ko'rsatkich o'tgan yilgiga nisbatan sezilarli oshgan. Bitiruvchilarimdan 3 nafari talabalarning imtihonsiz magistraturaga qabul qilinishi bu prezidentimiz tomonidan yosh avlodga yetkazib berilayotgan yaxshi imkoniyatlardan biridir. Talabalarning zamonaviy laboratoriyadagi amaliyoti va mutaxassislik fanlaridan chuqur o'rganishi imkoniyati kengaydi. Shuningdek, filial axborot resurs markazida 2025-yilda 42 nomdagi 422 ta adabiyotning kelishi, bundan tashqari o'zlarimizni filialning professor o'qituvchilarining 8 nomdagi 55 dan ortiq adabiyotlarni chop qilinishi, prezident tashabbusi yoshlar uchun 1000 kitob loyihasi doirasida 26 nomdagi 78 ta kitobning kelishi filial bibliotekasini yanada boyitdi. Bu o'z navbatida talabalarning bilim olishiga, ularning ma'naviyatini, axloqini, bundan tashqari ilmiy salohiyatini rivojlantirishda eng yaxshi ko'rgazma bo'lib hisoblanadi. 2025-yilda filial talabalarning ma'naviy va ijodiy yo'nalishlarda ham o'z salohiyatini namoyon qildi. Jumladan talabalar ligasida badminton musobaqasida 3-o'rinni, ma'rifat maydoni ko'rik tanlovida 2-o'rinni, 4-respublika yoshlar forumida talabalar teatr studiyasi va zakovat intellektual o'yinlarda talabalarimizning 1-o'rinni olishi talabalarimizni yanada shukuhlantirdi. Ayniqsa munozara debat, kitobxon talaba, yurtim jamoli tanlovining eng yuqori natijalari, O'zbekiston kelajagiga daxldorman insholar tanlovida 3-o'rinni olishlari, stol tennisi va musobaqasida respublikamiz bo'yicha 2-o'rinni egallashlari ushbu intilishlar va natijalar bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa o'z navbatida filialda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar va ularning natijadorligi haqida ham qisqa gapirib o'tsam, talabalar va professor o'qituvchilarning o'zaro hamkorligi natijasida hozirgi paytda olib borilayotgan ilmiy loyihalari va ushbu loyihalarda erishayotgan yutuqlarni yana bir sanab o'tsak degan umiddaman. Ayniqsa qishloq xo'jaligida qoramollarga ratsion ishlab chiqarishda va ratsion orqali qishloq xo'jaligining chorvachilik sohasini rivojlantirishdagi sayl harakatlari juda tahsinga sazovor bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari filialimiz tomonidan chet ellar bilan memorandumlar imzolandi. Ushbu memorandumlar natijasida Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Rossiya mamlakatlari bilan o'zaro uzviy bog'liqlarimiz bor. Bu asosan faqat ilmiy jihatdan emas, balki ma'naviy, ma'rifiy jihatdan ham o'z ifodasini topib kelmoqda. Ayniqsa o'tgan yili yuborilgan 2 ta talabamizning Rossiya davlatida o'qib kelganligi, magistraturani bitirib, hozirgi paytda ularning bu yerda dars berishi talabalarni yana
ilhomlantiryapti. Sababi chet el tajribalarini o'zlari bilan olib kelib, mamlakatimizda, ayniqsa filialimizda targ'ibot, tashviqot ishlarini olib bormoqda. Bu targ'ibot, tashviqot ishlari o'z samarasini berdi va bu yil yana bitta talabamiz doktoranturada o'qishni davom qildirish uchun Xitoyning Xinjiang provinsiyasiga jo'nab ketdi. Hozirda u yerda tahsil olmoqda. Bundan tashqari, bu yilgi ilmiy salohiyatlarimizga yana ozgina to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'tgan yili jami filialimizdagi ilmiy salohiyat 38,6% ni tashkil qilar edi. Tadqiqotchilar, doktorantlarning sayl harakatlari va ilmga, bilimga bo'lgan qiziqishlari shu yilning o'zida 12 ta doktoranturani tamomlashlariga, erkin va mustaqil izlanuvchilar bo'yicha o'shandan 10 ta PhD va 2 ta Doctor Science olishi ilmiy salohiyatimizni 50,8% ga ko'tardi. Bu o'z navbatida filialimizning talabalarini yanada ilmga, bilimga bo'lgan qiziqishini orttiradi degan umiddaman. Bunday misollarni sanab o'tadigan bo'lsak, vaqtning o'zi yetmaydi degan umiddaman. Shuning uchun qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, shu yil reja qilingan barcha ishlar muvaffaqiyatli amalga oshirildi va filialning rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratildi. Filialda talabalarning bilim olishi, ma'naviy rivojlanishi, ilmiy tadqiqot faoliyati va xalqaro hamkorligiga erishgan yutuqlari bilan yanada boyitildi. 2025-yil filial uchun bilim, salohiyat va yutuq yili sifatida tarixda o'z izini qoldirdi. E'tiboringiz uchun rahmat.